savolim shaxsiy hayotingizga bog'liq. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan hafta farzandingiz bilan sog'lig'i bilan bo'lgan operatsiya bo'lib o'tgan ekan. Lekin shunga ham qaramasdan oilani ham, ishni ham birdek olib ketasiz. Bunday kuchni siz qayerdan olasiz? Hozir yig'laveraman bu savolingizga. To'g'ri, boshimga juda katta naqa tushdi. Bu ham bir bilasiz, bir sinov. Shunday. Ayol uchun sinov. Chunki bu yerga kelishimga men hamma anaqalarni, tahlikalarni, hamma anaqalarni bo'ynimga olib kelganman. O'ylaymanki, faqat farzandingizni to'g'ri o'shanda bolnitsada yotganimizda ham yig'ilishlar qilib, qolib ketmasligi uchun ko'rsatishlar vaqtida berib, topshiriqlarni vaqtida ijrosini bajarishga harakat qildim. Chunki meni bilasizmi, 3 nafar o'g'il farzandlarim bor. Ular men bilan rosa faxrlanishibdi. Misol uchun meni bolalarim unaqa deyishdi. Meni onamni IQsi 200 deb qo'yishadi, hazillashibdi. Mana shu farzandlaringizga bir ona ham boya aytgan gapimda motivatsiya berar ekan. Ruhlantiradi, to'g'ri yo'lga boshlaydi. Shuning uchun bolalarimni oldida ruhan sinib qolmaslikka harakat qilaman. Ruhan tursam, mana yonida hozir bolalarga biz yordam berishimiz kerak. Ular qanot yozishiga, hayotga masalan uchirmadi ular. Uchirishimga, to'g'ri yo'lga boshlab qilib ketishimga yordam berishim kerak ularga. Shuning uchun men nima qilib turaman? Nima dedim? Hayajonlanib ketdim boshqangizga. Savolingizga. Farzandlarimni ko'zini oldida meni kuchsiz ayol sifatida ko'rishni xohlamayman. Chunki ko'z yoshimni ham yashirib ko'rsataman. Kuchli bo'lsa, ular menga suyanishadi, mendan bir qanday energiya oladi deb o'ylayman, chunki o'zlari ham aytishadi, energiya olaman dedim. Keyin balki bu kun anaqa men bilaman, buni mukofoti bor. Shunday, albatta. Bir kun emas, bir katta mukofoti bor, men bilaman. Shuning uchun ishni ham uni ham olib ketishga majburman, chunki bu yerda qancha xotin-qizlar bizni bo'limimizda ko'magiga muhtoj bo'lyapti. Balki o'sha kuni qanday bir yordamga muhtoj bo'lgan ayollarimiz bo'lib qoladi, har bir daqiqada bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun uni oilani ham, ishni ham, oiladagi muammoni ham hammasini birdek qilib, men ish kunimni, rejamni qasman taqsimlayman men. Rejali ish qilaman. Kechqurun uyga ketayotganimda mashinada kech payt ketatsam tahlil qilaman. Qani bugun men ertalab rejam nima edi, kechqurun nechta ayolga men yordam bera oldim, nechtasiga ulgurmadim, nechtasiga keyingi anaqa qilib olaman, tahlil qilaman. Har doim ishimni tahlil qilib boraman. O'shaning orasida ham bolalarimga qo'ng'iroq qilib so'rab qo'yaman, yaxshimisan? Yaxshi o'qishlari yaxshimi deb xabardor beraman. Pasport esimdan chiqib ketdi. Sizga kuchli ayollarimiz ko'paysin, opa va so'nggi savol bersam. Tuman hokimining boshqa o'rinbosarlari singari siz ham 18:00 dan keyin ishlaysizmi? O'z ish vaqtimiz 9 dan 18:00 gacha, lekin shunday talab etiladi. Undan keyin ham ishlaymiz. Ayniqsa mana boshda kelganimda ham ishlarni joy-joy qo'yib olish, hujjatlar bilan muammolarni aniqlamiz. Chunki 24 soat telefonimiz o'chmaydi. Qayerga borsam nima muammo bo'lsa, o'zim telefon raqamimni beraman fuqarolarga. Bemalol telefon qilishadi, balki yordamga muhtoj bo'lib qoladi. Ayrimlari o'zi quvonib ketaman. O'zimdan hamdan aytib bersam, bir o'sha ishga kelganimda bitta ayol bor edi, ikkita bolasini yetalab yig'lab kelardi. Uysiz, oilasidan ajragan, boshqa viloyatdan kelgan, boshqa viloyatga ket deb aytishgan. Men to'xtang dedim. Mana shu qizni oldikda ijtimoiy uyimizga joylashtirdik. Uyga joylashtirdik, farzandlarini bog'chaga joylashtirdik, o'zini ishga joylashtirdik. Hozir shu qiz kelsa borib, umuman dunyo qarashi o'zgargan, ko'zidagi mana shu quvonchni, umuman ko'z qarashlari nurini ko'rsangiz, ana shu bizga katta rahmati, katta mukofotdi. Bu katta premiya men uchun, bilasizmi? Juda katta premiya. Kimgadir yordam berishga ulgura olganingiz juda katta mukofotdi. Shuning uchun xursand bo'lib ketaman. O'zimga bilasiz, bir 100 million pul olgandek. Lekin kimgadir yordam berib, rahmat eshitish shu juda katta narsa. Va hozirgi savolim ham bu savolimga yaqinroq. O'zingizni shaxsiy fikringizni bilmoqchiman. Ish vaqti tugagandan keyin xodimlarimiz ishda qolishi ish zaruratidan kelib chiqadimi yoki bu katta rahbarlarga o'zlarini yaxshi ko'rsatishmi? Nima deb o'ylaysiz?
yo'q, men bu narsaga qarshiman. 6gacha ishlash, u 6dan keyin charchaydi, qiladi, o'zini yumushlari bor, o'zini oilasi bor, o'zini vaqtida, misol xodimlarimga aytaman, oilangizni ham vaqtida ko'ring, kasal bo'lsangiz vaqtida больницаga boring, murojaat qiling tibbiyotga. 6dan keyin sharoit yaratib berganmiz, ularga ham bemalol uyni ishini qilib, uyda ham ishni agar zarurat tug'ilib qolsa davom ettiraveradi. Ba'zi shunday bo'lib qoladi, favqulodda bo'lib qoladi, birgalikda ishlab, hech qachon tashlab ketmayman xodimlarni, birgalikda ishlab, keyin uylariga olib borib qo'yaman. Qaynonasi, uydagi eri meni ko'rishadi, men olib kelib qo'yganim. Men shu narsaga to'g'ri bir qarshiman, lekin 6dan keyin ishlaganim. Lekin zarurat bo'lib qoladi, qolishga majbur.